ko'chada videoda Shahrini videosini ko'ramiz. Bani bo'lmasam go. ma'no ikkita sherigim 100 kun survival qilishga harakat qilamiz. Xullas bu videoning birinchi qismi bo'ladi. Ultima Cross va Leander degan bratlar ishtirok etgan. Qani bo'lmasam ko'p gapirmasdan videoni boshlaymiz. Davomida o'zlaringiz ko'ra olasizlar. Let's go. Yo, Shahin. Yo, nima gap? Yo. Men topolmayapman, qani? Boshlaymizmi, hay? Hozir. Bitta mod qo'shish kerak. Bolajonlar, bitta mod qo'shish kerak. Qanaqa? Mayli. Meni skinim ko'rinmaydi unda. Meni litsenziyaning akkaunt emas-ku. Skin loadermi? Custom skin loader degani bor. Qo'shib olasiz Shahin shani. Davay. Ana. Virus bosganda bo'ladi, virus bosgan yo'q, ya'ni. Ha. Nega? Ko'rinyaptimi skin? Aynen. Yangi virus bosgan ekanda. Ko'rinyapti. Voy, bu shader dahshat ekan, просто kompyuterim load'im vashshi qotyapti-da. Yo-mayo. Антон, конечно, zo'r shader. Stop. Men mishkan bosilmayaptimi? Xullas men bratlarga e'tibor qilmasdan keyin o'zim ishni boshlardim. Mas. Dijhoz. İkide. Bir gobe sebep Yo'q. Keyin esa mana bunaqa night vision degan narsani to'poldim. Как раз bizga kerak edi o'zi. Keyin esa men Ultima Cross bilan birga qolib ketdim. Leander bratni mishkasi ishlamay chiqib ketdilar. Va men bu yerdan bitta kichkina fermacha qurishga qaror qildim. Keyin esa uzoqda bitta baliqchaga ko'zim tushib qoldi. Va o'sha baliqning yonida mana bunaqa buzilgan kiyimi bor ekan. Keyin esa uni ham astagina lut qildim. O, Leander. Mana nihoyat ishladimi? Ishladimi? Ha. Aliyo. Meni qo'saya yorabun. Gapdimi? Boshqa Minecraft ochib kirib ko'rdim. Anasini hamsan. Yes, endi men ham vijvaniya qilaverayman. Mana g'oyat. Ora. Yuring siz yaptangiz ko'rsataman. Qan. Ana. Yo. Nima ko'ryapsizlar o'zlaringchi? Nimalar bor ekan? Tenti bor ekan. Olaymi bularni? Ha, olavering. Oh. Yo, bambuk. Bambuk teksak bo'ladimi? Yo'q. Oh, yeah. Shahinda 3 ta tentimiz bor. Kimligini ko'rsatamiz. Bu yerda 3 ta orolcha bor ekan. O, kartaga kirsangiz yana bitta orol bor. O'sha yerda o'zingizniki qiling. Nimaga o'zimiz shuni qilyapmizmi biz? Bitta orolni kuchaytirmaymiz. Shu shalohda yashang. Yo'q, Bitta orolni kuchaytirsak chiroyliroq bo'lmaydimi? yo'q. Chiroyliroq, qizaloq bo'ladi bitta orolni kuchaytirsak. Xullas orolimizda pastda mana bunaqa shaxta bilan Trial Chambers degan joy bor ekan. Sekingina ularga aytmasdan o'zim pastga tushishga qaror qildim men. Men bu redstone'ni hamma joyda qip-qizil qilib tashlashga qaranglar. Wow, bitta men qoldim temir topmagan. Ana sotdi shekilli. Toshni qo'li bilan sindiraman endi. Yaxshi, yaxshi siz bosga, okey.
Wow. Yoqib qo'ygandir sizda. Deb. Yesh. Bilib bo'ladimi? Ye? Ye? Qadas. Bir-birlarini topib olaymi? Yaxshin say. Vale. Meni ham topinglar iltimos, ovqat kerak. Ovqat meni ham Ketdik, topinglar. mana bu yerda hamma narsani ashilib chiqdim endi. Ketishimiz kerak. Yo'q. Go. Mana ma'mur lut qiling. Mana. Mana buni hozir. Bu diamondlar bor ekan. Hammaga har xil. Oh. Looting bir. Manda infinity berov. Sizga looting. Yo, looting bir bor ekan. Nima ana shu? Bitta sandiqda hammaga har xil narsa chiqqan. Ha. Boyagi sandiqlarni ko'rsatmaysiz lekin menga shashin xafa bo'lmang. O'z so'ramas. Milliondan ham so'ramadi-ku, o'zingiz oldingiz. Men so'ragandek qildim. Mayli lekin eslab qoldim. Endi sizlar o'zlaringcha boshqa orolda deb endi bermayman dedilar-da. Ya'ni birini yo'q. Sizlardan ham kuchayib ketmasam agar. Xullas biz Leander bilan birgalikda mana shu Trial Chambersga kirishga qaror qildik va xullas bu yerda nima bo'lganini o'zlari bilsanglar kerak. Polni lut qilib o'sha maxluqlar bilan olishdik va bu joydan ham siltab yubordik. Shaqin qilmay, shaqin xatdan qilmay. Shaqin buyuk Xitoy devori qurdi. Shakazat qazimas ekan. O, suv. Bekor chiqdinglar shaqin. Bekor bahs yopdingizlar shaqin. Shaqin. Ketamiz. Shaqin yosh mahali shaqin. Uylanmaganman shaqin. O'ylaki men o'ylamaz. Yo, o'ylam. O'lmaysa shaqin men turibman. Ko'raylar, ey. Nima bahs yopib qo'ydingiz shaqin? Bilmayman. Ana suvli g'orga kirib qoldik-da, men buga. Hech qayog'imiz yopib qo'yapti shaqin. Ha, maytdan chiqsak, Nechinchi bo'lib tasla? Xullas chiqib ketgan paytim bitta zo'rish bo'ldi. Narsalar sochilyapti. Yoki meniki deyman. Meniki ekan. Kimdir yurgan? Narsalar suv tepasiga chiqib qo'ygan, g'orda yurtasa o'lganman. Qanday bunday? Ay, shaqin, endi biz ish oroldan katta tashlashimiz kerak. To'g'ri. Taxta bilan katta qilishimiz kerak.